Assalomu alaykum hurmatli briefing qatnashchilari. Yangiyer shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limining 2025-yil amalga oshirilgan ishlar va 2026-yilda qo'yilgan asosiy vazifalar to'g'risida. Yangiyer shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi 2025-yilda sezilarli darajada o'zgarishlar va yutuqlar namoyish etdi. Raqamlashtirish jarayonlari yanada chuqurlashdi. Har bir ta'lim muassasasida zamonaviy texnologiya bilan jihozlanishga erishildi. O'quvchilar va tarbiyalanuvchilar uchun interaktiv platformalar keng joriy etildi. Bu esa o'qitish va o'rgatish samaradorligini oshirdi. O'quvchilarning hamda o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, o'qituvchilarning malakasini oshirishiga ham katta e'tiborlar berildi. Ular muntazam ravishda yangi pedagogik texnologiya hamda metodika va axborot texnologiya ko'nikmalar bo'yicha treninglar o'tkazildi. Maktabgacha ta'lim sohasida bolalarning yoshiga mos ravishda o'zgarishlar hamda dasturlar asosida ishlar amalga oshirildi. Ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlari shakllantirishga erishish boshlandi. Maktablarda STEM, ya'ni fan, texnologiya, muhandislik, san'at, matematika yondashuvi keng tatbiq etildi. Bu esa o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishiga xizmat qiladi. Shuningdek, inklyuziv ta'lim tizimida yanada mustahkamlashdi. Barcha bolalarda sifatli ta'lim olish imkoniyatlari berildi, jihozlar berildi. 2025-yil davomida 12 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi, 13 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 1 ta kelajak markazi, 2 ta davlat xususiy sherikchiligi hamda 40 ga yaqin oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati olib borildi. Qamrov maktabgacha ta'lim sohasida kengaydi. Qamrovimiz hozirgi kunda 86% ga yetkazildi. 2024-2025 o'quv yilida Abdurahmon Jomiy mahallasidagi Yangi O'zbekiston massivida esa 12-davlat maktabi hamda 7-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati boshlandi. Bo'lim tasarrufidagi umumta'lim maktablarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi O'zbekistonning yangi taraqqiyot davridagi ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalaridagi rivojlanish chora-tadbirlari to'g'risidagi 61/8 sonli farmonda ko'rsatilgan vazifalarni ta'lim muassasalarida amalga oshirish, bitiruvchilarni birinchi navbatda oliy ta'lim muassasalarida o'qishga kiritish hamda kasb-hunarga yo'naltirish va bandligini ta'minlash sohasidagi ishlar ham amalga oshirildi. 2025-o'quv yilini yakunida Yangiyer shahardagi bitiruvchilar 61.9% oliy ta'limga qamrab olindi. 2025-2026 o'quv yilida Yangiyer shahrimizga Koreya davlatidan koreys tilini o'qitish uchun 7-maktabga, Filippin davlatidan ingliz tilini o'qitish maqsadida 8-maktabga pedagog kadrlar olib kelindi va hozirgi kunda ular o'z ish faoliyatini olib bormoqda. 2026-yilda o'zida Yangiyer shahrimiz o'quvchilariga nemis tili, xitoy tili, ingliz tili o'qituvchilari ham jalb qilish rejalashtirilgan. Umuman olganda Yangiyer shahardagi umumta'lim maktablarda hamda maktabgacha ta'lim tizimida ijobiy ishlar olib borilyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.